Xotin. Ha. Mana qara. Gapiravering, ey. Bitta mana qara. O, gapiring, ey. Qara ko'p qarasang. Voy, pasam bu qayerga boryapsiz? Ular ishxonamizda xo'jayin kafeda bayram qilib yotibdi, shunga chiroyli kiyim kiydi. Yarashibdimi kiyimim? Bittami yarashmagan. Bitta eski eshakka yangi to'qim bo'lganday bo'lib o'tiribsiz hozir. Xafa bo'lmang, dadasi mana rangi tushmagan umuman. Hozir moda-ku, internetda ko'rdim-ku. Internetga ishonmang, meni ko'zlarimga ishoning, dadasi. Boring nariyoqqa. Jo'gini yeriga o'xshab o'tiribsiz. Yarashmaganmi? Yarashmagan, umuman yarashmagan. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Mana bu xotin. O'zim didizdi borga xudo urib o'rganda dadasi. Endi manani qarang endi. Rangiga tushmagan ey. Kastingizda yechingda. Mana. Nima bola, mana qorinni kirgizing ey. Voy, xuddi homilador xotinlarga o'xshaysiz. Voy, anani ko'tarib yormang. Voy, iyagingizga kirib ketadi hozir. Bitta aylaningda. O'zi meni xudo urgan ekan dedimda borku. Almashtiring ey. Bolam ne bo'ladimi endi? O'zi sizga borku, umuman kiyim yarashmaydi. Siz ana hindularga o'xshab barbos yuring. Yarashmagan emas. Endi qanday? Mana bo'larkan-ku. Shu yarashdimi? Ha, xuddi jentelmenlarga o'xshab qoldingiz dadasi. Yo'q, sizlarmi? Ha, ana endi ketavering. Endi foydasi yo'q. Nimani? Bo'ldi, bayram tugab bo'ldi. Tugami? 8 soat zamon kiyintirding-ku. Yaxshi bo'pti dadasi. O'ting, o'zimiz bayram qilamiz. Bitta osh damlang. Men sizga qanday shunday qilsin? O'zim yozib bilmasam, bo'lmoqchi edim. Shuni ham ko'p ko'rdim. Ketaman. Vo. Ketaman ular. Bo'ldi. O'zing o'shing. Ana go'zal ayollar, sizlarga bitta layfhak. Ishxonadagi go'zal ayollar bilan kafega jo'natasizlarmi? Jo'natma. You got no.